Jamoliddin aka, bilaman sizda pul ko'p. Mana shu yerni olib turib, kottej qurishga nima deysiz yoki 70 metr bunaqasiga ketgan nechta kottej tushadi deb o'ylaysiz? Bitta problema bor deysizmi? Dokumentdan vash problema yo'q. Kadastrlari chiqqan, kelib turib pulni sanab, shundoq baraka qilib ketadigan joyi. Men sizlarga yerimizdan tushuntiradigan bo'lsam, общий 18 sutu 19 chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqasiga 5 metrlik ko'cha tushadi. Boshidan oxirigacha kottej qursanglar, voy, nima deyapti bu yerda? Bitta kottej tushadi deb o'ylaysizlar, общий 70 metr mana shu uzunasi ketgan. Bu tomoniga hisoblanadi, bu tomoniga kottej tushadi. Ko'rishingiz mumkin. O'rtadan 5 metrlik ko'cha bo'ladi. Men sizlarga ta'riflasam, til ojiz. Undan ko'ra kelib, pulni sanab, tez baraka qilib ketgan yaxshi bu yerimizni. Sizlarga lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, lokatsiyamiz Nazarbekni bilasizlar. Nazarbek tekstilniyda joylashgan, ko'chasini ko'rishingiz mumkin. Loyli ko'cha emas, shag'al to'kilgan. Mana qasrni ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa qasr qurish hammamizga nasib qilsin. Biz ana endi bitta boyakalarga jo'natib yerimizni ko'rdinglar. Endi nima qilish kerak? Mana shu pastki nomerga tez telefon qilib, baraka qilish kerak bu yerimizni. Kottej qurgandan keyin sotish problema bo'ladi deysizmi? Yo'q, vaqti problema bo'lmaydi. Meni chaqirsanglar tekinga borib reklama qilib beraman sizlar uchun.